Kepiyori. Men Kamiljon ustani ziyorat qilib, mana atrofimda mehmonlar bilan juda ko'p narsalarni eslab turibman, lekin afsus joyi emas. Men bu kishini juda hurmat qilar edim. Shu Buxoroda paytimda gastrol bilan kelsa 30 kun ishxonadan javob olib, shu kishini yonida yurganman. Qancha xizmatlarni qilib, hatto choylarnicha damlab, shu xizmatlarini qilib nima desalar labbay deb javob berganman. Endi buning bu ustozdin san'atkor bir qo'nib uchib ketgandek bo'ldi. Safarvoy, to'g'ri gap. Endi bunaqasini men ko'rmaganman. 2 kunda katta bir muhammas she'rni yodlab 3-kun aytdi axir. Bizlar uni 20 kun, bir oyda zo'rdan yodlaymiz. 2 kunda yodlab shuni aytdi. Men qoyil bo'lganman. Hali ortiq ham aytaradiki, bu kishining pameti hech kimda yo'q. Xotirasi kuchli bo'lganda. Juda xotirasi kuchli bo'lgan. Bomar deganiga shunday bo'lganda bo'ldi. Bomar aka ham mana shunday. Endi men bularni yatqinglar yaxshi bo'lsin. Men juda yaxshi ko'rardim. Meni Burdamov deb aytadilar. Men endi otamiz Burdam sinnochi bo'lgan-ku. Qani Burdamov gaqani bechora va har xil gaplar. Qani sog'lik nechik deb so'raydi u kishi, Kamiljon usta. Ay yaxshi desam yo'q. Apetit nechik deydi. Kim bir gün aytdim, usta shu apetetini so'raysiz odamlarning. Desam shu apetetidan bilaman uni sog'ligini deydi. Angli odam. Endi bunaqa odam bilmadim. Kamdan kam bo'ladi. Kamdan kam bo'ladi. Yatqinglar yaxshi bo'lsin ustozimizning. Yatqinglar yaxshi Endi bo'lsin. bunday insonlar 100 yilda bir keladi, 1000 yilda bir keladimi? Yo'q, men ishom kelmaydi. Bu shunchalik qalbini joylab turib, xalqqa yetkazib turishni o'zi bo'lmaydi. Joylari jannat bo'lsin. Yetsin alabay. Urgaç yo'lda kolxoz bor u. Shu kolxozda ne bo'lgan katta paxta oldin yig'ilishda. Kamiljonga aytmoqda. Toshkentda do'riga shu kolxoz olgan. Ben Gulbaba, keling. Keling. şu barışına şunlara Meşal Halid deyişler söyledim çok gerek. Halid Meşal Halid deyişler. Dur gelişen dur. Şeyden yazı biz yazdım. Dur. Gel. Şimdi o işte dedik. Endi bu adamlar Semete çıkıp gelince özü yazıp özü Yo'q, endi u gap yo'q. Bir betakror inson bo'lib o'tdi bu kishi. Bo'ladi bunaqasi. Gulbora aka ziyoratingiz qabul bo'lsin. Kelishda qadamlaringizda san'at Sizlarni ham qabul bo'lsin ziyoratlaringiz. Bunday ulug' insonlarni ziyorat qilish naqadar ulug' savob. Katta emas, ulug' savob, chegarasiz. Shu uchun Xudoyim izo obod bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Boramiz syomka. Yaxshi. Ziyoratlaringiz qabul.